Mehmon assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Shahriyor Blogs kanalining obunachilari. Assalomu alaykum Mehriniso Gold obunachilari. Hammalaringizga alangali salom. Ana qachondan beri 2 yildan beri uchrashmagan edik. Endi bugun biz Ro'za Ramazon hammaga muborak bo'lsin. Bugun biz 10-mart 2026-yil tilla narxlarining yangi oshgan narx-navolari bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni 2026-yilda narxlar oshdi, to'g'rimi? Aynan nimada gromi qancha bo'ldi? 2026-yilda narx-navolar keskin darajada ko'tarildi. Ana lom narxlari 585 probali tillalarimiz 1.180.000 ga ko'tarildi. 750 probalarimiz 1.400.000. 21 karatli tillalarning lom narxlari 1.650.000. 22 karatli tillalarning lom narxi 1.750.000 gacha ko'tarilib ketdi. 9-10 mart holatida bu shunaqa. Shu eski videolarimizga asoslanib narxlarni bir boshdan aytsangiz. Hozir bizga ana bu uzuklarimiz yangi tovarlar kelgan. Bular $100 boshlanadi, $120-150 donasiga. Ana padarishni masalan to'ylarga kerak bo'ladigan tillalar ana bular. Yana bular sariq tillada, matli tillada 585 probali. Ana bular 583-85 probali. Bular rossiyskiy tillada. Bular ham $100 boshlanadi, $120-130-150 gacha. Birortasini hay olib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Ana bu uzuklarimiz, ana masalan rossiyskiy tillada bu uzukimiz. Butterfly firmasi 583 probali ekan bu. O'zi grammi 142 grammdan iborat. Bu 42 $120 beraman buni. $170 ekan mana shu uzukimiz. Yana buni malaviskalari, kam gramliklari ham mavjud. Hozir kichkina gramliklarini men sizga ko'rsataman. Ana bilan qarang. Bular 1 gram $120 shu uzukimiz. Qo'lingizni ichiga ko'rsating qanaqadir. Ana bu sariq tillada bor, yana 585 probali, ana bular. Ana. Buni narxi $130. Uzuklarimiz tamam boshlanib ketaveradi. 2 million, 2,5 million, 3 million hamma narxda bor. Ana bu yerda ana sariq 585 probali tillalarimiz, Dorika komplektlar, Meksika komplektlar, yangi chiqqan Van Cleef'lar, Bulgariya hammasi bor bu yerda. Ana bu yerda ana abruchallarimiz, yana bir toshli uzuklarimiz bor. Bular bir toshli uzuklar. O'lchab aytib beraymi sizga? Mayli. Ana bu bir toshli uzuklarimiz padabruchalni uzukda taqiladi. Buni grammi 1.99 ekan. 1.9 ekan. Buni grammi 1.9 bo'lsa, $120 bersam, $228 ekan ana shu uzukimiz. Yana kelishtirib berasiz. Ha, yana Shahriyor Blogs kanalidan kelishsa, yana chegirmalar mavjud. Keyin buni ustidan taqiladigan ana bunaqa abruchallarimiz bor. Vadnomda ham taqishadi. Ana bu uzukimiz. Ikkitalik uzuk. Отдельно ham to'qsa beradi, birgalikda to'qsa ham beradi. Bu uzukimiz 1.75 ekan. 1.75. Buni gram 130. Bu Turkiya mahsuloti, Turkiyada ishlab chiqarilgan. $227 belyapti. $227 ha? Cartier firmasi bu. Ha, Cartier. Kommentarda yozishadi-da, bular rangi o'chib ketishi mumkin, yo'q. Hech nima garantiya berasizmi mahsulotingizga? Bizning narsalarimiz garantiyalik, biz magazin. Garantiyalik, любой payt oq qara hech nima bo'lmaydi. Bir narsa bo'lsa, любой payt qaytarib olamiz, lekin bizning narsalarimiz sifatli hammasi. Yoki tillalar bilan kelishsa ham uni hisoblab olib boshqa yangi berasiz, to'g'rimi? Yana eski tillalarni yangi tillarga ham almashtirib beramiz. Yana kredit xizmati ham bor bizga, рассрочка xizmati ham bor. Ham bo'lib to'lashga 1 yil muddatgacha beramiz. 3 oydan boshlanadi, 1 yil muddatgacha shu bo'lib
to'lashga beramiz. Pasport yoki karta bo'lishi kerakda. Pasport bilan plastik kerak. Bitta pasport bilan 1.800.000 gacha chiqadi. Agar plastik оборотный kartalari bo'lsa, undan oshiq 100 milliongacha chiqadi. Ana bu uzuqimiz 583 probali, 137 grammi. Siz ham yurtlar, siz chet elda turib o'z yaqinlaringizni unutilmas kunlari bilan qutlamoqchimisiz? Unda YouTube platformasidagi Shahriyor Vlogs kanalining ijodiy jamoasi sizga yaqindan ko'maklashadi. Tug'ilgan kun, yubiley va shu singari turli xildagi marosimlarda sizning nomingizdan chiroyli she'riy va musiqiy ssenariylashtirilgan tabriklarni taqdim etib, anvoyi gullar va esdalik sovg'alaringizni yetkazib, xursand qilamiz. Hoziroq ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'lgani. Unutmang, yaqinlaringiz dilini shod etib xursand qilish eng yuksak e'tibordir. Shahriyor Vlogs YouTube kanali hamisha siz bilan birga. Buni $110 beraman, $150 ekan. Bu Rossiya mahsuloti. Yaqin do'ldan ko'rsatamiz. Ana bu uzuqlarimiz bor. Bu eski qadimgi rossiyskiy uzuqlardan. SSR davriniki bu. 583 probali Firuza uzuq. Endi rossiyskiylarni ozgina grammi ko'proq bo'ladi-da. 333 bo'lsa, buni men 1.300.000 dan beraman. Bu 4.329 ekan, 4.300.000. Mana shu uzuqimiz. Yana onaxonlar uchun ana bunaqa uzuqlarimiz kelgan. Kelinchaklar uchun ham yaxshi bu uzuqlar. Buni 585 probali ekan bu, 304 ekan grammi. Razmeri 19 ekan, narxi 1 million. Hozir 120dan bo'lsa $410 ekan ana shu uzuqimiz. $410 ha? $400 da 4 million 800 bo'ladi. Hozir 10-mart sanasi dollar kursi qancha? 1.215. 1.215 ha. 1.215. Yana abrichanli uzuqlarimiz bor. Eski abrichanlardan ana bular 3 yulduz deyiladi. Buni 583 kuni probasi. Hozir buni o'lchab aytaman. 56 bo'lsa 1.300.000 dan beraman. 3.458 ekan ana shu uzuqimizning narxi. Yana shu oxirgi vaqtda ko'p sotilayotgan nimalardan ko'rsating. Endi ko'p sotiladigan ana bu yangi fasonlar Dorika uzuqlardan yaxshi sotamiz. Dorika komplektlari, uzuqlarni yaxshi sotamiz. O'zi eng trendda eng yaxshi ketadigan uzuqlardan shular. Masalan, shu narxini aytaman. Buni sirg'alari ham bor, spochka brasletlari ham bor. 442 grammdan iborat ekan. $120 dan beraman buni. $530 ekan ana shu uzuqimiz. Shahriyor Vlogs kanalidan kelishsa $500 ga beraman. $30 chegirmalarimiz bor Shahriyor Vlogs uchun. Gap yo'q. Ana bu uzuqlarimiz ham o'zi modadami. Buni ham sirg'alari bor, spochkalari bor, brasletlari bor. Buni gram 352 ekan, 352 bo'lsa $115 dan beraman buni. $405 bo'lar ekan, $400 ga beraman. Shu uzuqimizdan. Bularni malaviskalari ham bor. Masalan, ana bular kichkina gramliklari. 201 ekan. 120 dan bersam $240 ekan shu uzuqchamiz. Budjetniroq variant ha? 585 probali Turkiyada ishlab chiqarilgan bu. Yana neobichka toshsiz uzuqlardan aniq ko'ring. Buni ham sirg'alari bor, uzuqlari bor, brasletlari bor, hamma narsasi bor. Bu ham Turkiya mahsuloti 227 grammdan iborat ekan. $115 dan beraman, $260. Ana shu uzuqimiz. $260. $260 ha. Ana Dorikani ana sharikoviy variantlari ham bor. Bular ham sirg'alari ham bor. Buni sirg'asini biz sotamiz. Visoka italyanska bu. İtalyanski 585 probali ekan. Razmeri 19 razmer. 357 grammdan iborat. Narxi
$120 ursak $428 ekan. $420 da. Uzuklarimiz ana bu yerda har xil turdagi brilliantlarimiz bor. Bu brilliantlar bu $250 dan boshlanadi. $1000, $1,500, $2,500gacha mavjud. Yana bu yerda 22 karatli uzuklarimiz ham bor. 22 karatli, 21 karatli, yana 750 probali uzuklarimiz mavjud bu yerda. 21 karatli uzuklarimizni $150-160 dan beryapmiz. 22 karatli uzuklarni 170, 180, brilliantlarimiz $120 dan boshlanadi, $200gacha toshi katta kichikligiga qarab, 585 probaliklar $100, $110, $120, $130gacha. Ana bu yerda har xil turdagi brasletlarimiz ham mavjud. Ana bular ham brasletlar. Brasletlarimiz 2,5 milliondan boshlanadi. Kichkina gramliklari 2,5 milliondan boshlanadi. 15-20 milliongacha brasletlarimiz. Hatto katta gramliklari $3,000-4,000gacha brasletlarimiz bor. Masalan, sariq brasletlardan ana bu yangi turdagi brasletimiz, yangi novinka brasletlardan kelgan. Buni grami razmeri 20 razmeri ekan, 585 probali ekan. Grammi 618 gramdan iborat. 618 gram bo'lsa, buni $120 dan beramiz. $740 ekan shu brasletimiz. Yana ikkinchi brasletimiz ana bu igrushka braslet deyiladi. Igrushka brasletimiz. Bu ham Turkiya mahsuloti, Turkiyada ishlab chiqarilgan 873 gram ekan. $110 dan buni beraman. $960 ekan shu brasletimiz. Yana sariq brasletlar, ana bular hozir Monakolar yangi chiqqan brasletlardan, bular kichkina gramligi. Hozir Monakolar 789 ekan. Bular 6 gramdan boshlanadi, 25 gramgacha. 750, 21 karatli, 22 karatli, 585 probalar bor. 709 gram bo'lsa bu $130 dan $1027 ekan. $1000 ana shu brasletimiz. Yangi Monako. Buni katta gramliklari ham bor. Monakolarni bu 750 probalar Monako. 1964 ekan. Mana buni sana 750 probali. Bo'lsa, bu grammi $160 dan. 2653 dolar bo'lar ekan. Bu Monakomiz. Mana bu spochkalar ham yangi tovarlarimizdan biri. 585 probali. Lekin vidi katta, grammi kamroq, 553 gram ekan. Buni grammi $120 dan $663 bo'lar ekan. Endi qizil tillalarimizdan ko'rsataman. 585 probalar Rossiyaniki bu. Kardinal. Grammi 617 gramdan iborat. Bu kardinalimiz chiroyli narsa. Xadavoy brasletlardan. Buni $110 dan beraman, $680 bo'lar ekan. Yana Midas brasletlarimiz ham mavjud. Spochkalarni ko'rsatdim oldingi qismda. Midas brasletlarimiz 622 gramlik. Buni ham hamma gramlari mavjud menda. 3 gramlik, 4 gramlik, 5 gramlik, 10 gramgacha bor. 624 ekan bu brasletimiz. 1,350 dan beraman. Bu 8,424,000 bo'lar ekan ana shu brasletimiz. Yana novinka brasletlarimizdan zanjirlardan 631 gramlik ekan. Buni grammi 583 probali qizil tillada bu. 631 bo'lsa $120 dan $757 ga beraman. Ana bu brasletimiz ham novinka brasletlardan. Turi 29, grammi kam, vidi katta. Turi 29, $120 bo'lsa $515 bo'lar ekan. Yana ana bu zmeyka brasletlardan, bu ham yangi braslet. Turi 75 gram ekan buni grammi. Turi 75 bo'lsa $115 dan beraman. $540 bo'ladi. Malaveska braslet so'raganlarga
Vidi katta kelinchaklarga olishadi, sovg'aga olishadi bu brasletni qizil tillada. Buni grammi 274 gram ekan. 1 million 400 dan beraman buni. 3 million 836 ming bo'ladi. Tushunarli. Menimcha yetarli bo'ldi. Bular bilan bir xil ko'rinishi, lekin vidi katta mana pustishka shishirilgan. Menimcha hamma turidan ko'rsatdik. Qaysi qiziq bo'ladigan bo'lsa agar Mehruz opaning telegramlarga bog'lanishlaringiz mumkin bemalol. Manzilni yana bir marta eslatib o'tamiz. Buxoro shahar, adashmanglar, boshqa viloyatlar emas, Buxoro shahar, Buxoro viloyati, Korzinka 2 binosining 2-qavatida. 38-do'kon. 38-do'kon, eskalatordan chiqqandan o'ng qo'lda. Mehriniz Gold do'konida kutib qolamiz. Kelib qolinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat.